Assalamu alaykum, tordagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimahali yozilgan Sherim Bullaq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning jamiyatidagi musulmon bo'lgan va musulmon bo'lmagan barliq jamiyat a'zolarining Abu Talib jilg'isiga 3 yil qamal qilinganligi va uning bekor qilinish jarayonlarini o'qib o'tdik. Әмді davamını o'qiymiz. Qayg'u alam yili. Abu Talibning vafot bo'lishi. Abu Talib kesili kun sayin eg'irlashib, payg'ambarlikning 10-yili Rajabda jilg'idagi muhasirdan chiqib 6 oydan keyin bu dunyo bilan vidolashdi. Yana bir rivoyatda shu yili Ramazon oyida Xadija roziyallohu anhadan 3 kun ilgari vafot bo'lgan deyiladi. Sahih Buxorida Musayyib raziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Abu Talib jon uzish oldida turganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uning qishiga kirgan. Bu chaqda uning hinda Abu Jahil bor ekan va "Ey tag'a, la ilaha illalloh, bir Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'q" degan. Men mushu bir eg'iz so'zing bilan sen uchun Allohning oldida guvohlik beraman degan. Abu Jahil bilan Abdullah ibn Abu Umayya uning ko'ziga kirib, "Ey Abu Talib, ular vaqtingda Abdul Muttalibning yo'lidan voz kessang bo'lamdi?" deganda gaplarni qilib turib olg'ashqa, oxir Abu Talib jon uzish oldida Abdul Muttalibning tutgan yo'li bilan degan va shu an ko'z yumgan. Bununğa qarata payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Men Alloh tarafidan cheklanmasamla sana mag'firat tilayman" deganda tuvandagi oyatlar nozil bo'lgan. Payg'ambarga va mu'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqini bo'lgan taqdirdimi ularga mag'firat talab qilishi durust emas. Qur'on Karim Sura Tavba 9-sura 113-oyat. Şübhisizki sen xalıgan adamınga hidayet qılalmaysan. Qur'on Karim Sura Qasas 28-sura 56-oyatning bir qismi. Abu Talibning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qanot ostiga ilib muhabbazat qilish va qo'g'dash jarayonini undaq qo'g'digan, mundaq muhabbazat qilgan deb so'zlab o'tirishning hojati yo'q. Qisqasi, u islom da'vatining zolim mustabidlar va nokes, o't quyruqi chumoqchilarning hujumidan qo'g'dindigan mustahkam bir po'lat qo'rg'ini bo'lgan edi. Lekin u ajdodlarining yo'liga varislik qilish ideyasida qilib qolgan bo'lg'ashqa, uzil-kesil nijotlik topolmadi. Abbas ibn Abdul Muttallib raziyallohu anhudan naql qilingan hadisda u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tag'ang Abu Talibga nimaga asqatding? U seni qo'g'daydi va sen uchun xalqlar bilan dushmanlashatdi deb so'raganda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga u do'zaxning eng tez yerida bo'ladi. Agar men bo'lmagan bo'lsam, u do'zaxning eng cho'nqur azgilda azoblanadi degan. Bu sahih hadis. Abu Said Xudriyi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hinda tag'isining gapi bo'lganda uning mundaq deganligini anglagan. Ehtimol qiyomat kuni uningga mening shafoatim asqitib, do'zaxning tez yerida o'shig'iga qadar o'tda azob qilinishi mumkin. Xadija roziyallohu anhaning Alloh taolaning dargohiga uzishi. Abu Talib vafot bo'lib 2 oydan keyin yoki yuqorqi ixtilofli rivoyatga asosan 3 kundan keyin mu'minlarning onasi Xadija Kubra roziyallohu anha Alloh taolaning dargohiga uzdi. U payg'ambarlikning 10-yili Ramazon oyida 65 yoshida olamdan o'tdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu chaqda 50 yoshda edi. Shak shubhisizki Xadija roziyallohu anha Alloh taolaning payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ato qilgan katta ne'matlarining biri edi.
U Peygamber sallallahu alayhi ve sellem bilen 25 yıllık birge yaşap, ununğa ensizlikке patkan vaqtlarida köңlini yasap histaşlık qıldı. Qiyin halqılıq paytlarda qollab quvvatlidi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin elçilik vazifesini icra qilishig'a yordamlashdi. Jahonning ochiq-chuchuk bedellerini tang to'ladi va uningga o'zining hayoti va iqtisodini atidi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem uning haqida hamma odam menga ishonmay inkor qilganda, u Xadicha menga ishongan. Hamma odam mollarini mendan qochirib qisqanda, u meni o'z miliga sherik qilgan. Alloh menga uningdan bir qancha farzand ato qilgan. Uningdan boshqa ayollardan tug'ilgan bolalarim turmidi degan. Sahihul Buxorida Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilib aytdilarki, Jibril alayhissalom Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin qishig'a kelib, "Ey Rasululloh, Hadicha qulida qacha ko'ttirib, qo'shimcha yemeklik, taom dedimu yoki sharob dedimu ilib kelyotidi. U kelgan hamon uningga Parvardigor Taolodan salom etqin va uningga jannatda uncha marjandan yasalgan varang churungsiz bir uy bilan bishorat bergin" degan. Qatmuqat qayg'u alamlar. Qayg'uluq bu ikki ish bir qancha kun ichida yuz berganlikdan Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin qalbini kuchlik dard alam tuyg'ulari o'z iskanjisiga elib oldi. Uning ustiga qavmi jamoat tarafidan qatma-qat aziyat kulfatlar ketishga boshladi. Ular Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'ga Abu Talib hayot vaqtida qilishga petinolmagan askiliklarni qilishga amdi jur'at qiladigan bo'lib qoldi. Şuna o dert üstüge dert tartib, ahiri ulardan ümidini üzdi ve Taib ahalisi davetimge avaz qo'shar yoki menga o'rin berib, bularning ustidan yordamda bular degan umidda Taibga chiqdi. Lekin ulardimi Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'ge panohlik beradigan yoki yordam qiladiganlar chiqmadi. Belki ular Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'ge Qurayshlar qilmagan askiliklarni qilib qattiq dashnom berdi. Mekke müşriklerining zulümleri Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'ge qarata mushundaq kuchayginiga o'xshash sahobalarga kuchaygan edi. Hatta Abu Bakr roziyallohu anhu Mekke'den hicret qilib chiqib ketishga majbur bo'ldi. U Habashistonga bormoqchi bo'lib Berkul G'imat degan yerga borganda İbn Dag'ni degan kishi panohligiga elib Mekkaga qaytirib keldi. İbn İshaq rahimahullah mundaq deydi: Abu Talib ölüp ketibidi. Qurayshlar Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'ge u hayat vaqtida qilishga jur'at qilolmagan yomonliklarni qilishga petindi. Hatta bir bedebax Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'ning yuziga ushchumlab to'pa chashdi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem yüz gözleri topuq milengen halda üyüge kirividi. Qizlerden birisi yığılğaş atısının çang tozan ve topa tumanğa milengen baş gözünü yuyup koydu. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem onunğa "Yığılmanglar qizlerim. Allah atanlarını öz banaydı saqlaydı" dedi. O yana pat-pat Abu Talib hayat bolgan bolsa, Qurayshlar menga muncha qo'pollik va askiliklarni qilolmagan bo'ladi, deydi. Bu yil Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'ning beshiga ani shundaq dard alamlar qatma-qat yaqqanligi uchun u bu yilni qayg'u olam yili deb atadi. Bu yil tarixda ham mushu nom bilan tunildi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'nin Sevde raziyallahu anhaga öylenişi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem muşu yili, yeni peygamberlikning 10. yili Şevval iyida Zem'inin kızı Sevde raziyallahu anhaga öylendi. Sevde eng dastlab musulmon bo'lgan pishqadam musulmon ayollardan bo'lib, Habashistonga qilingan 2-chi qitimliq hijratga qatnashgan. Onun burunqi eri Sekran ibni Amrumu musulmon bo'lgan bo'lib, ular er xotun birga hijrat qilib chiqib,
Keyin uning eri Habas ziminda yoki Makkaga qaytib kelgandan keyin vafot bo'lib ketgan. Uning iddati chiqqandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga xayrидorlik qilib amriga oldi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Xadija roziyallohu anhadan keyin tunji nikohiga olgan xotinidir. U bir qancha yildan keyin o'zining payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan bir yostiqda bo'ladigan navbatini Hazrati Oyisha roziyallohu anhaga o'tinib bergan. Savr chidamliq omillari. Mush yerga kelganda har qanday keng qursoq, savrchan odammu hayron bo'lmay turolmaydi va har qancha katta bilimlik donishmandlarmu musulmonlarning savrchan, chidamchanligini muncha yuqori pallaga ko'targan zodi qaysi omildir? Ular odamning tini jug'uldab, yuraklari zarda bo'ladigan bu zulm sistemlarga qanday savr qilgandu deb so'rashib qoladi. Albatta, odamning ko'nglidan chiqmaydigan ashu savollarni nazarda tutib bu savrchanlik va chidamchanlikning sabab omillarini oddiy qilib tunishtirib o'tmoqchimiz. Buningdagi birdan bir asosiy sabab musulmonlarning Alloh taolaning barhaq bir ekanligiga va borligiga keltirgan iymonining kuchlikligi. Allah Taalaga bo'lgan tunishning haqiqatan cho'nqurligi. Chunki mukammal iymon kishilar qalbiga singib kirsa, tog'nimi ko'tarib ketadi. Bundaq kuchlik iymon va mustahkam iroda egisi dunyoning jafo mushaqqatlari mayli qanchalik og'ir, chidag'usiz mushkul va qo'rqinchli bo'lgan taqdirdimi, o'zining mustahkam iymoni bilan ularning hammasini mazmut qo'pirilgan to'g'on yoki betun qal'alarga o'ralgan köpük və lava laşlardan ibaret deb qaraydı. Şunun bilan u o'zi lazzatlangan iymon halovati, islom ishtiyaqi va mustahkam irodasi bilan ashu qiyinchiliklarning hech qaysisiga parvo qilmaydi. Köpük bo'lsa iqib tugaydi, insonlarga foydali narsa ziminda qilib qoladi. Qur'on Karim Sura Ra'd 13-sura 17-oyatning bir qismi. Bu asosiy sababdan boshqa yana mundaq bir qancha qo'shimcha sabablarni yakunlashga bo'ladi. Ikkinchi, uyushtirish kuchiga ega to'g'ri rahbarlik. Islom ummatlarining balki butun insoniyatning oliy rahbari Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ziga yaxshi odat, psixik kamolat, makarim axloq, isil fazilat ve âli-cenab xislatlarni eng yuqori daraja o'zlashtirganki, u barliq haq suyar qalblarni o'z atrofiga magnitdek tortgan edi. Kishilar uning uchun jon fido qilishga tayyor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ato qilingan yuqori kamolatga boshqa hech qanday bir inson muyassar bo'lgan emas. U inovat obro'y, isil fazilatlarda tangdoshsiz edi. İffet numuscan, pak diyanetlik, vafodor, samimiy, rostchil va saxovatlik bo'lish qatorliq jihatlarda hammadan oldin qatorda turadi. Uning do'stlari, el og'inlari va sabdoshlarilar emas, hatto uni o'ch ko'radigan dushmanlarimi uning bu fazilatini e'tirof qiladi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning og'zidan chiqqan har qanday so'zning amalda rost bo'lganligiga jazm qilishadi. Bir qitim Quraysh katta boshlaridan bir-biridan yoshirin holda Qur'onga quloq solgan 3 kishi bir yerga jam bo'ldi. Andin ularning bu siri oshkorlanib qoldi. Shuning bilan ularning biri Abu Jahldan, umu ashu 3 kishining biri edi. Sen Muhammad'din sallallahu alayhi ve sellem anlagan işlarga qandaq qaraysan, dedi Abu Jahl. Qandaq qaraydim. Biz Abdümenaf cemaati bilan sharaf qo'g'lashdik. Ular mehmondorchilik qilib och qursaqlarga taom bersa, bizmi taom berdik. Ular uloqsiz piyoda qolganlarni uloqqa mindirsa, bizmi mindirdik. Ular xayr saxovat qilsa, bizmi xayr saxovat qildik.
Hatta bəslişib axırı beygide beraber ketiyotgan ikki atning misali bo'lib qiliyorduk. Ular bizning osmon vahiyisini qabul qildigan payg'ambarimiz bor deb qopdi. Endi biz bu bo'shliqni qandoq to'ldiramiz? Azbiroy Xudo, biz uningga mangu agashmaymiz va ishonmaymiz dedi. Abu Cehilning davomliq deydigini: "Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz seni yolg'onchi deganimiz yo'q, lekin sen ilib kelgan ashu bir nimangni inkor qilamiz" degandek so'z edi. Shunga Alloh taolo uning haqida: "Ular seni ichida inkor qilmaydi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi." Qur'on Karim Sura An'am 6-sura 33-oyatning bir qismi degan oyatni nozil qildi. Bir kuni Peygamber sallallohu alayhi ve sellem Kabe'ni tavaf qilib Mushriklar har qatim o'zlarining uduliga kelganda uni masxira va mazoq qilishib kulishdi. Shunga Peygamber sallallohu alayhi ve sellem 3-chi qatim aylanib kelganda to'xtab turib ularga: "Ey Quraysh xalqi, men sizlarga o'lim ilib keldim" degan edi. Bu so'z ularga qattiq ta'sir qildi. Ularning eng eski deganlarimi Peygamber sallallohu alayhi ve sellemga chiroyli gaplarni qilib, uning ko'nglini yasashga tirishdi. Quraysh mushriklari Peygamber sallallohu alayhi ve sellem secde turayotganda tögünün yinini ekilip onun üstüge artıp qo'ygan chaqda Peygamber sallallohu alayhi ve sellem ularga duoibet qilgan edi. Birdilla ularning kulkisi siqib, g'am qayg'uga asir bo'lishdi va o'zlarining amdi cho'qim bir kuni halok bo'lganligiga jazm qilishdi. Peygamber sallallohu alayhi ve sellem Abu Lahabning o'g'li Utaybaga duoibet qilganda, u Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning bu duosining cho'qim tegadiganligini jazm qilgan edi. Axir u Shamga chiqqanda bir yo'lvosning karvonning atrofini aylanib yurganligini ko'rib, "Voy tova, u Muhammad sallallohu alayhi ve sellem Makkada turib meni o'ldiradigan bo'ldi" degan. Ubay ibn Xalaf doim Peygamber sallallohu alayhi ve sellemga "Men seni o'ldiradiman" deb tahdid solatdi. Peygamber sallallohu alayhi ve sellem onunga: "Allah halisa belki men seni cho'qim o'ldirman" dedi. Uhud urushida Peygamber sallallohu alayhi ve sellem onunga neyze urganda neyze dal tegmay qilib uning gejgisidan ozroq zida qilib edi. Bu vaqtda u: "Muhammed sallallohu alayhi ve sellem, bana öz vaqtida seni men cho'qim o'ldirman" degan edi. Azbiroy Xudo, u hozir menga qattiq birni tükürsimi meni albatta o'ldiribdi deb yig'lashga boshlagan. Voqeaning tafsilotini o'z navbatida bayon qilamiz. Said ibn Ma'az raziyallohu anhu Makkaga umra hajga borganda Umayya ibn Xalafga: "Men Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning ular ya'ni musulmonlar Umayya ibn Xalafni cho'qim o'ldirdi deganligini angladim" deganda, Umayya qattiq cho'chigan va o'zining Makkaning sirtiga chiqmasligini ahd qilgan. Badr urushida Abu Jahil uni jangga chiqishga zo'rlaganda, u qechishga qulaylik bo'lsin uchun Makka tavasidagi eng chapqur bir to'gini tanlab setib olib minib chiqqan. Bu chaqda uning ayoli: "Ey Abu Safvan, Umayyaning konini Yasrib, Madinalik yiliqi og'inang degan gapni unutib qoldingmi?" deganda Umayya: "Unutib qolganim yo'q. Men faqat ularga o'zimni shundoq bir ko'rsatib qo'yibla qaytib kelaman" degan. Mana bu Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning dushmanlarning bahosi va uningga tutgan pozitsiyasi edi. Ammo Peygamber sallallohu alayhi ve sellemning ashabilari va qadinas do'st birodarlariga nisbatan Peygamber sallallohu alayhi ve sellem ularning jini va tini edi. Musulmonlarning borligi
mehr muhabbeti, dostluqi ve qan qeyrindaşlığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge begişlanğa idi. Qalblar onunğa tümür magnitqa çaplaşqandek ram bulup qalğa idi. Mana mushundaq haqiqiy mehr muhabbat va o'zni pido qilish ruhining amaliy ifodalaridan biri shuki, ular bishi kesilib o'lishga rozi ediki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tirniqi yerilib yoki putiga tikan kirib dard tortishiga chidamaydi. Abu Bakr roziyallohu anhu bir kuni Makkada qattiq urvetilganlikdan og'ir zaxmlangan edi. Utba ibn Rabi'a yardar yetiyotgan Abu Bakrning beshiga kelib, qilin chamlik to'nkay oyog'i bilan uning yuz ko'zlariga urib tepib, qursaqlariga dassab, uning yuz ko'zlarini tunig'ili bo'lmaydigan darajada yaralandirdi. Banu Taym, Abu Bakrning jamoati uni bir palasqa silib, to'rt tarafidan ko'tarib, aran taslikda uyiga apirib qo'yishdi. Ular Abu Bakrning hayotidan umidini uzgan edi. U kech bo'lganda hushiga kelib gap qildi. Uning Rasulullohning ahvoli qandoq bo'lib ketdi degan so'zini taslikda anqarg'il bo'ladi. Uning so'zini anglagan ahli avlodlari hayronlikdan og'izlarini tutishib qoldi va uningga o'zining dardini tortish haqida nasihat qilishdi. Ondan ular o'rnidan turib Ummul Xayri, Abu Bakrning onasi, Ummul Xayriga uning azroq yemaklik va ichimlik berishini taplab qo'yib chiqib ketishdi. Abu Bakr raziyallohu anhuning qishida yolg'iz qolgan Ummul Xayri Abu Bakrni tamoqqa zo'rladi. Abu Bakri, Rasulullohning ahvoli qandoq bo'ldi deb tamoq bilan kori bo'lmadi. Ummul Xayr, asbiray xudo, mening u do'stingning ahvolidan xabarim yo'q dedi Abu Bakri. Amsa Ummu Jamil bitni Xattabning uyiga berib o'qib kelgan dedi. Ummul Xayr Abu Bakr raziyallohu anhuni yotqizib qo'yib, Ummu Jamilning qishiga keldi va Abu Bakri Muhammad sallallahu alayhi ve sellem Muhammed sallallahu alayhi ve sellemning ahvolini so'rayapti dedi. U men Abu Bakri Muhammad sallallahu alayhi ve sellem İbni Abdullah deganlarni tunimayman. Xohlasangiz meni ashu Abu Bakri deganning qishiga boshlab bering dedi. Ummul Xayri ma'qul bo'lib uni boshlab keldi. Ular uyga kirganda Abu Bakri go'yo o'likdek behush yotadi. Ummu Jamil uni ko'ribla tovlatdi va Allah bilan qasamki, sana mushunda qattiq tekkan badbaxtlar cho'qim fosiq va vijdonsiz mushriklardir. Allah sana ulardan intiqomingni cho'qim ilib berar, dedi. Abu Bakr raziyallohu anhu nihayat tasdiqda Rasulullohning ahvoli nechuk deb so'radi. Ummu Jamil ona anglab qolsa maylimi deganda qilib Ummul Xayriga qarg'a edi. Abu Bakri kerak yo'q dever dedi. Ummu Jamil Rasulullohdan xotirjam bo'l, u sog' salomat dedi. U hozir nada? İbni Arqamning qo'rosida. Bu çağda Abu Bakr raziyallohu anhu men Rasululloh bilan yuz ko'rishmaguncha eg'zimga tomoq yoki suv olmaslikni Xudo uchun nazr qildim debdi. Shuning bilan ular bir oz ta'xir qilib turdi. Bu chaqda el oyog'i jimiqib, ko'chalar tinchlanibdi. Ikkalan Abu Bakr raziyallohu anhuni ikki qo'ltig'idan yulab, ming dastikda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bor qo'rg'oga ilib kelishdi. Biz yana bu ulug' sahoba kiramlarning haqiqiy sadoqatmanlik ruhi va o'zini unutgan holda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uchun jon pido qilish ruhining nodir namoyandalarini bo'libmi Uhud urushida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayoti xavf ichida qolgan paytda o'zlarini o'limga tutib berish badaliga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qo'g'dganligini va Xubayib ve onundan başqa sahabelerinin iş izlerini öz növbetida bayon qilamiz. Shunda qilib kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tarjimaholi yozilgan Sherin buloq degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda payg'ambarimizning tog'isi Abu Talib va ayoli Hazrati Xadicha onamizdan ayrilgan yerlarini o'qib o'tdik. Ham sahobalarning payg'ambarimizga bo'lgan sevgisining qanchalik darajada ekanligini har qaysi qismlarga bo'lib ayrim tushungan edik. Endi 3-qismiga keldik. 3. Yuksak mas'uliyatchanlik ruhi. Sahaba kiramlar o'zlarining zimmasiga yuklangan bu mas'uliyatning naqadar og'ir ham ulug'vor ekanligini, bu mas'uliyatdan hech qanday bir ahvolda bosh tortishga va yoki o'zini qochirishga qat'iy bo'lmaydiganligini tunib yetgan edi. Bu mas'uliyatni zimmasiga elishdan qochqanda kelib chiqadigan yomon oqibatlar hozir tortayotgan zulm va javr jafolarga silishtirganda to'liq ichinishli ham xatarlik bo'lganligini, qisqasi bundaq mas'uliyatdan benomuslarcha qechishning musulmonlarga balki insoniyatga keltiradigan ziyinini mas'uliyatni ado qilish yo'lida chekkan jabr jafolarga qat'iy silishtirg'ili bo'lmaydiganligini to'liq tunib yetgan edi. 4. Qiyomat kuniga bo'lgan komil iman. Sahobalar o'zlarining Allohu Rabbil alamin, butun olamlarning parvardigori Allohning oldiga cho'qim bordiganligiga, u yerda cho'ng kichik ish amallarining jimisidan hisob berib, ya mangulik rohat farog'atga, jannatga yoki abidil abad azob uqubat jahannamga qildiganligiga to'liq ishonch qiladi. Şuna ular hayatını xavf ve rica, ümid ve qorqunish ichida o'tkazishadi. Allah Taala'nın rahmetidan umidvor bo'ladi ve azobidan qo'rqadi. Ular Allah Taala aytgandek sadaqa beradigan, ammo Parvardigorining dargohiga hisob berish uchun qaytib bordiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar. Qur'on Karim Sura Mu'min 23-sura 60-oyat edi. Shuningdek, ular bu dunyoning azob uqubat va rohat farog'atlarining oxiratning jafo mushaqqatlari oldida pashining qanatiga teng kelolmaydiganligini haqiqiy ravishda tushungan edi. Dal mushu tunush va kuchlik jazmiyat ularga dunyoning jafo mushaqqatlik yuklarini va og'ir azob uqubatlarini yenik his qildirgan. Hatto ular dunyolik ishlarga parvo qilib ketmaydigan va ortiqcha ko'ngil bilib ketmaydigan bo'lgan. 5. Qur'on Karim. Aşu bo'ron chapqunliq va balay ofatlik yillarda nozil bo'lgan oyat va suralar da'vatning asosiy temasi bo'lgan islom dinining aqida prinsiplarini po'latdek pokit va qoyil qilarlik dalil hujjatlar bilan ta'min etib, musulmonlarni ilg'or jamiyat qurishning ijtimoiy asoslariga yetaklaydi. Shundaqla ularning jasoratini qo'zg'ab, sabrlik, chidamchan bo'lishga ilhomlantiradi. Ve bununla ait əmeli misallarını keltirib, onundaki hikmet ve nişanlarını bayan qılatdı. Qur'anda deyilgendek, sizler texi ilgirkiler uçurgan külpetlerge uçurmay turup, cennetge kirişini oylamsizler? Sizlerden ilgiri ötken müminler, eğirçiliklarga, külpetlerge uçurgan ve çüçtüvitilgen idi. Hatta peygamber ve müminler, Allah'ның bizge vədi qılğan yardımı qaçan kelidu degan edi. Bilinglar ki, Allah'ның yardımı haqiqatan yaqindir. Qur'on Karim Sura Baqara 2-sura 214-oyat. Alif, Lam, Mim. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilalla sinalmay. Terle etilimiz deb o'ylamdu. Ulardan bu o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah yo'lida rostchilarni cho'qim biladi. Imonda yolg'onchilarni cho'qim biladi. Qur'on Karim Sura Ankabut 29-sura 1 va 3-oyatlar. Shuning bilan bir vaqtda yana oyatlar mushriklar va haqiqatga qoyil bo'lmay jiddallash kuchlarning kuchak sapsatlariga keskin radiya berib, ularga yuchuq qo'ymaydi.
ularga birdam Alloh taolaning ne'matlari va do'st dushmanlariga yurgizdigan tarixiy qonuniyatlari bilan dalil keltirib, kelgusidagi ular ozg'unlik va haqiqatga bo'ysunmaslik jinoyatini davomlashtirib etgan taqdirdimi echinishi yomon oqibatdan hazar aylansa, yana birdam ashu ozg'unlar mengayotgan zalolat yo'lidan qaytib to'g'ri yo'l tepib olsin uchun siliq, muloyim so'zlar bilan tushuntirish ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Qur'on Karim yana musulmonlarni boshqa bir dunyoga boshlab berib, ularga koinot mo'jizalari, Parvardigor Alloh taolaning go'zal jamoli, ilohiy kamolat, rahimdillik va mehribonlik bishoratlari va rozimanlik tajalliyotlarini ko'rsatib, ularda hech qanday to'salg'u kor qilmaydigan kuchlik ruhiy huzur, halovat ishtiyoqini qo'zg'agan edi. Bu oyatlarda yana musulmonlarga qartilgan xitobnomalar bo'lib, uning bilan Alloh taolo ularga o'zining rahmati, roziligi va tugumas navzu ne'matga to'shqan jannati bilan bishorat beradi. Va zolim mushriklarning pat yaqinda qattiq sotlanib, butun huquqidan mahrum qilinganligini, ondan do'zaxga dum tashlanib, do'zax o'tining ta'bin titinglar deyildiganligi haqidagi ogohlantirishlarni nihoyat ro'shan o'ttiraga qo'yadi. 6. G'alaba bishoratlari. Yuqorqi omillardan boshqa yana musulmonlar chetga qilgan va qiyin qistoqqa elingan kunning daslibidan boshlab, balki uningdan xeyla ilgirdan boshlab islom diniga e'tiqod qilish deganning ma'nosi o'ziga behuda xofalik tepivilish yoki nohaq balo qazoga o'zini nishon qilish emasligini, balki islom da'vatining u yo'lga qo'yilgan tunji kundan boshlab asosliq nishoni jahiliyatning qaloq qiyofati va uning zo'migarlik tuzumini o'zgartish, insoniyat millatlarini Alloh taolaning roziligiga yetaklash va ularni o'z jinsiga odamga cho'qinishdan qutqizib, yaratquchi bir Alloh taologa ibodat qilishga yuzlantirishni maqsad qilganligini nihoyat aniq biladi. Qur'on Karimda bu bishoratlar birdam uchuq bayon qilinsa, yana birdam kinoya so'zlar orqali ishorat qilinib nozil bo'ladi. Musulmonlarni har jihatdan siqib, bu keng jahonni torchilik his qildirdigan, hatto ularning hayotini xavf ichida qoldirgan ashu bo'ron chapqunliq kunlarda nozil bo'lgan oyatlar ilgariki payg'ambarlar bilan ularni yolg'onga chiqarib kufri bo'lgan qavmlar o'rtasidagi mojarolarni bayon qiladi. Amaliyotda bu oyatlarda bayon qilingan ahvollar Makka musulmonlari bilan mushriklar o'rtasida yuz bergan ishlarga o'xshashib ketadi. Andin bu oyatlar ashu ahvollarning oxirgi natijasi bo'lgan mushrik zolimlarning halok qilinish, shu ziminlarga Alloh taolaning solih bandalarining varislik qilish jarayonini tafsili zikr qiladi. Qisqasi bu qissalarda Makka mushriklarining pat arada chuqum mag'lub bo'lib, cho'ng ziyonga duchor bo'ladiganligi va islom da'vati umumlashib, musulmonlar cheksiz g'alabaga erishdiganligi to'g'risida uchuq ishoratlar bor bo'lib, mushu mezgillarda mo'min musulmonlarning hamon g'alaba qildiganligi jakarlaydigan ko'plagan oyatlar nozil bo'lgan edi. Bizning payg'ambar, bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilg'uchilardir. Ular yana Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turg'in. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrining azobini ko'rdi. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. Azab ularning ho'ylisiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning atigini nima degan yomon. Qur'on Karim sura Saffat 37-sura 171 din boshlab 177-oyatlargacha. Ular Rasulullohga qarshi jamoatlardan uyushgan, mag'lub qilinadigan qo'shindir. Qur'on Karim sura Sad 38-sura 11-oyat. Habashistonga hijrat qilganlar haqida tuvandagi oyat nozil bo'ldi.
Zulümğa uçurğundan keyin Allah yolida hicret qılğanlarni dünyada çoqum yaxşı joyga o'rinlashtiramiz. Ular biladigan bolsa, oxiratning savobi texmi cho'ngdir. Qur'on Karim Sura Nahl 16-sura 41-oyat. Ular Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'den Yusuf alayhissalamning sergüzəştlərini so'rashgan edi. Bununğa javoban Allah Taala Sura Yusufni nozil qildi. Uningda Yusuf alayhissalamning qissasi davomida munu oyatlar bor. Yusufning va qarindoshlarining qissasida so'rg'uvchilar uchun Allohning qudratini ko'rsatib beradigan haqiqatan nurg'un alomatlar bor. Qur'on Karim Sura Yusuf 12-sura 7-oyat. Bu Mekkeliklermu Yusufning qarindoshlari mag'lubiyatga yo'liqqanidek cho'ng mag'lubiyatga yo'liqib mat bo'lishidi va Yusufning qarindoshlari Yusufning fazliga qo'l qo'yib taslim bo'lganidek, bularmu sening fazlingga hamon qo'l qo'ydi deganlik bo'ladi. Alloh taolo yana ilgirki payg'ambarlarni tilga ilib, kuffarlar payg'ambarlariga sizlarni zaminimizdan cho'qim haydab chiqarishimiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi. Zolimlarni cho'qim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda cho'qim sizlarni turg'izimiz. Bu ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. Qur'on Karim Sura İbrahim 14-sura 13 va 14-oyatlar. Eron bilan Rum, Sharqiy Vizantiya o'rtasida urush portilganda Makka mushriklari o'zlarining mushrik buluş süpiti bilan maslakdishi bo'lgan Eronliklarning g'alaba qilishni umid qildi. Müminler Rumliklarning Allohga, payg'ambariga, vahiyga, Allohning kitoblariga va qiyomat kuniga ishonadigan aloyiliklarini nazarda tutib, ularni g'alaba qilishni umid qildi. Afsuski, urushda Eronliklar g'alaba qilib ketdi. Natijada mushriklar shodlandi. Müminler yerga qarab qoldi. Bu çağda Allah Taala mushu bir qancha yil ichida Rumliklarning cho'qim g'alaba qildiganligi to'g'risida bishorat nozil qildi. Yana bu bishorat bilan cheklanib qolmay, mu'minlarning cho'qim g'alaba qildiganligi haqida qo'shimcha ishorat berib, bu kunda mu'minlar Allohning bergan yordami bilan xushal bo'ladi. Qur'on Karim Sura Rum 30-sura 4 va 5-oyatning bir qismi. Peygamber sallallahu alayhi ve sellem'u özü bivasıta bundaq bisharatlarni aralab berib turatdi. U hac mevsimida bo'lmasin, yoki Ukaz, Medina va yoki Zilmajar bozorlariga da'vatga bormasin, xaloyiqlarga faqat jannatning bisharati to'g'risida gap qilmasdan, balki ularga uchuq qilib: "Ey xaloyiq, bir Allohdan boshqa iloh ma'bud barhaq yo'q danglar. Nijot topsizlar. Hem bunun bilen Araplarga xo'jayin bo'lasizlar. Ajamlar sizlarga el buludu. Ölsanglar cennette padişah kabi yaşaysizlar dedi. Biz yuqorida Utba ibn Rabiya Peygamber sallallahu alayhi ve sellemni dunyoviy zibu zinnat ve mal matalarga qiziqtirib, onun bilen sodlashmoqchi bo'lganda Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning keskin reddiye berganligini ve Utbaning Peygamber sallallahu alayhi ve sellemning bu ishning cho'qim g'alaba qildiganligiga ko'zi yetganligini so'zlab o'tdik. Shuningdek, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem Abu Talibning qishiga kelgan yiliqi Quraysh elchilariga o'zining ulardan birla kalima so'zni talab qildiganligini, ular buningga birlikka kelsa, bütün Arablarga shah bo'ladiganligini va ajamlarning el bo'ladiganligini uchuq etganligini dedik. Xabbab ibn Arat raziyallahu anhu mundaq degan: "Men bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi ve sellemni izlab kelgan edim. U Kabening soyasida bir chaponni bishiga qo'yib, uningga yulinib soyidab o'tirgan ekan. Biz shu kunlarda mushriklarning qattiq xo'rlashiga yo'liqqan edik. Men: "Ey Rasululloh, Allohga duo qilsangchu" dedim. U yeni yotgan yerdan dast turib o'tirdi. Vaholanki uning chiroyi g'azabdan qizirib ketgan edi. Andin mundaq dedi:
Sizlardan ilgirki müminlerning ichida badini tümür tağaq bilan tarilib, go'sht payleri ustixon so'ngaklaridan judo qilinganlar bo'lgan. Bu ishlar ularni o'z dinidan qaytarolmagan. Alloh bu ish islom dinini shunda g'alaba qildirdiki, hatto bir yo'lichi sen andin hazri mavkitgacha Allohdan boshqa hech kishidan qo'rqmay safar qila oladigan darajada aminlik bo'ladi. Lekin sizlar oldirab ketyapsizlar. Bu bishoratlar maxfiy va yoshirin bo'lmasdan, balki oshkora hammaga ma'lumliq edi. Musulmonlar mushriklarning hammasi bilatdi. Hatto Asvad ibn Mutallib va uning majlisdoshlari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ashabilarini ko'rsa, ularni ko'z ishorati bilan masxara qilib, "Ana, yer jahonning podshohlari keldi. Ular pat arada Eron va Rum podshohligining ustidan g'alaba qilmoqchi" deyishatdi. Andin chavoq chilib va isqirtib hurmat qorovullarida qarshi olgan qiyofatga o'tadi. Sahaba kiramlar oxirgi hisobda jannatdan iborat Rizvon bog'chisiga boshlab boradigan ulug'vor umid va ishonch bilan kelgusi kelajakdagi parlaq istiqbolga bo'lgan bishoratlar oldida usti boshlariga har tarafdan yig'iyotgan qatma-qat tayoq to'qmoqlar va talay baloyi ofatlarni uzoqqa bormay yo'qoladigan bahorning qora bulutlari deb bilatdi. Uningdan boshqa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam imoniy oziqlar bilan g'izolantirish, ilm ma'rifat o'gitish va Qur'on ta'lim qilish orqali ularning ruhini tozalab turadi. Cho'nqur va atrofliq tarbiya berib, ularni nafsi pok, oliyjanob, qalbi sog'lom, axloqi go'zal, moddiy qafasdan ozod, shahvoniylikqa qarshi, osmon zaminning parvardigoriga moyil, ulug'vor shaxslardan bo'lib yetishib chiqishga yetaklaydi. Shundoq, ularning qalb cho'g'ini yondirib, jaholatning qorong'u zulmatidan iymon nurining uchuq yo'riqligiga boshlab chiqadi. Ularni aziyat kulfatlarga savr qilish, o'ch ilishqa qodir turuqliq apu qilish, o'z ko'michiga cho'q tortishdan saqlanish, och ko'zlik tabiatiga xotim berish qatoriq taraflarda ching tutadi. Shunga ular dinda mustahkam, shahvatparastlikdan qo'l uzgan, haqqoniyat yo'lida pidokor, jannat behishga mushtoq, ilm ma'rifatga tashna, din o'rganishga qizg'in, o'z-o'zidan hisob kitob ilib turadigan, bo'lmug'ur o'y xiyollardan xoli, tabiatini tizgilayolmaydigan, hissiyoti ustidan g'olib kelalaydigan, har xil egizpas davolg'ush va do'lqinlarda o'zini savrlik, eg'ir bisiq va tamkin tutalaydigan qobil va mard odamlardan bo'lib yetishib chiqqan edi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mushargacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishayli, xayr xo'sh.